Biz o'zimizni rosa kutgan kuxnyamiz mana bitta. Assalomu alaykum bizani kuzatuvchilar. Mana yana bitta kuxnyamiz tayyor bo'ldi. Bu kuxnyani juda ham ko'p ishladik. Bir hafta vaqtimiz, chunki har bitta detallariga ahamiyat berildi. Ko'rsanglar bo'ladi. Materiallarimiz polniy akrildan. Hammasi ichlari MDF, starechkalarimiz ham mexanizmlarimiz push mexanizmli. Bossa ochiladi, bez ruchka variant mana. Hop, birinchi mana katta yo'limiz. Katta yo'lning orasiga tanlovga qo'yib berdik. Bu yoq katta yo'l. Mana katta yo'llarimiz. Tepasi va pasti. Materiallar akril mana. Gladki akril. Usti silliq. Bu salapani olingan varianti, bu bez varianti. Mana variantimiz. Boshqasi yo'q. Buni bosasiz, buni ham bosasiz, ochiladi. Mana. Ishlari ham katta-katta. Polka ikkita. O'zi yopiladi. Bitta vichkamiz yoziladi. Vichkamiz ham ishli svetxana mana. Vichkamizning tepasi mana. Bitta ham mana. Polka. Shkafcha. Bitta sushilka. Bosh tez ochiladi. Moykamiz ham bir niyat 75 cm uzunligi. Nokkalarini ham ko'rsanglar odam maza qiladi. Suv ham otib oldi mana. Bemalol ko'rsang, qo'lim qo'l bo'ldi. Mana variantimiz. Bitta ko'rsanglar bo'ladi. Kortogon shkaf. Boshlaylar ochiladi, yana itarib yopib qo'yasizlar. Mana variant. Bitta ham o'zgacha bir neobishni qilib berganmiz. Bitta ham bemalol xod bor narsalarni qo'yib joylashtirish uchun. Xolodilnikimizni ham yonlarini ham akril qilib berdik. Nimagaki ertaga kattaroq xolodilnik olmoqchiman deb qolsalar, buni olib tashlab turib kattaroq xolodilnikni bemalol qo'yaveradilar. Xolodilnik tepasiga televizor joylashtirib berdik. Chunki boshqa xod yo'q bo'lgani uchun televizorni xolodilnik tepasiga qo'ydik. Bitta ham mana shkafimizdan ko'rsanglar bo'ladi. Xolodilnik tepasi, xolodilnikni o'zini bu yoqqa chiqarganmiz. Buni orqasidagi korpusi mana bu. Mana xolodilnik ulangan, televizorga ulangan joylari. Pastga kelamiz. Pastga ko'rsanglar bo'ladi. Bosasiz, mana. Bosiladi, ochiladi. Bittadan ham bemalol foydalansa bo'ladi. Keyin idish-tovoq yuvadigan moyka qo'yib berdik. Bunga ruchka qo'ydik, sababi bu bossa ochiladigan varianti yo'q. Bitta shunga ruchka qo'yib berdik mana. Yengil bu ham. Bunda tortiladi, xullas idish-tovoqlar qo'yib yuviriladi bemalol. Knopkalari mana bu yerdan ekan. Sal ochish bopilish qiyinroq ekan, yengil bo'lganigami. Bitta moykamiz. Moykamiz ham tegi. Bitta yana tortmalarimiz. Tortmalarimiz ham mana 4 ta tortma, mana bilan 5 ta. Duxovkamiz. Bu yoq tortma, tepasi gaz. Mana bitta kargo qilib berganmiz mana. Bossangiz ochildi, buni ham bosasiz, ochiladi. Mana bu yerga bemalol yopiqlarni solib qo'yib qo'yishadi. Bossangiz yopiladi, buni ham yana yopib qo'yasiz. Eshik o'ynab ketmasligi uchun mana shunaqa qildik. Mana boshqa tema o'sha. Kir mashinamizga ham eshik qilib berdik. Eng qiziq joyi bu yerda plintusni o'rniga mana bu kafildan qo'yildi. Plintus chunki xohlamadilar. Oddiyroq bo'lib qoladi dedilar. Bu yerga ham kafilni kesib berishdik. Ustalarimizga kafilchi ustalar. Bu yerga kafil yopishtirib yubordik. Toshdek bo'lib ketgan. Yana bitta seryoziy narsasi, mana buni tegi ochiq. Endi buni eshigini ochilishini hisobiga ichkariroq joy tashlab ketganmiz. Bo'lmasa eshigi tegib qoladi. Ikkiga mana bu narsasi boshqacha. Mana bemalol narsani qo'yib xohlasalar ko'chaga olib chiqib sudrasa ham bo'ladi buni. Mana bu yerda xuddi shunaqa. Mana bu mana shkafcha. Keyin buni bosasiz mana.
bemalol olib tashlab, tegini artib, surtib tozalasa bo'ladi va mana bu yerdan foydalansa bo'ladi. Kimga shunaqa zakazlik kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Buni tegi ham bor, eng katta gilamli narsa mana. Kattadan tortma. Buni keyin bundaroq tiqib qo'yiladi. Bo'ldi. Hozircha shulardan iborat ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamizni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.